Haligacha mening kimligimni, bu yerga nega kelganimni so'ramadingiz-a? Birodar, dinimizda 3 kungacha mehmonni kimligini so'ramay izzat ikrom qilish buyurilgan-ku axir. Baraka toping. Alloh toat ibodatlaringizni qabul aylasin. Bismillahirrohmanirrohim. Astag'firullohal azim. Allohim, sening zikring, shukring va go'zal ibodating uchun o'zing yordam ber. Astag'firullohal azim. Allohim, astag'firullohal azim. Astag'firullohal azim. Bir narsa so'rasam maylimi? Nega har duodan oldin istig'for aytyapsiz? Men avval istig'for aytib, keyin nimaiki duo qilgan bo'lsam, hammasi ijobat bo'lgan. Hamma duolaringiz ijobat bo'lganmi? Lekin birgina duoyim bor. Uzoq vaqtdan beri so'rayman, lekin haligacha ijobat bo'lmadi. Qanaqa duo? Bir marta bo'lsa ham Imom Ahmad ibn Hanbal bilan ko'rishsam deyman. Ey solih inson, Alloh duoingizni ijobat qildi. Men Ahmad ibn Hanbalman. Ya Alloh, siz Imom Ahmad